O'zimizning hamma narsani har doim ham sotuvga chiqarmasligimiz mumkin, lekin xudo xolisa BM avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Okamlar polik ko'rganlarini aytuvdilar. Mana polik, gilamli polik. Bu narsani to'g'ri biz sotuvga chiqarib reklamalar qilmaganmiz. Zakazga mana sochiq qilib berdik. Boshlar tayyor bo'lguncha, paxoda bu ham mana tayyor. Qalay polik. Tagida orqa tarafda ham yopishadi, o'ngga chapga yurib ketmaydi. BM uchun spetsialni. O'zida nima polik turadi deyishingiz mumkin. O'zida Evacor polik turgan ekan. Endi bundan charchagan ekanlar. Mana o'zini spetsialniy poligini chiqartirib berdik. Mana ham qishga, kuzga va zo'r polik degan. Mazza qilib ishlatib yuradi xudo xolisa. Mabodoga, misol uchun bizani o'zimizda sotuvga chiqarilayotgan narsalarimizni orasida nimadir misol uchun ko'rmagan bo'lsangiz ham, lekin misol uchun telefon qilib bemalol so'rasangiz bo'ladi. Chunki mashina sohasida bo'lganimizdan keyin liboy mashinaga aloqador narsani topib bera olamiz. O'zimizda bo'lmagan taqdirda ham shu sohada liboy bilan sviyazdamiz. Alo qilib misol uchun kechibda akamiz Toyota Highlander'ga juda noyob parok so'radilar. O'shani ham hal qilib berdik misol. O'shani ham topib berdik даже. Misol uchun biz u narsani sotuvga chiqarmaganmiz, lekin bilyaptilar shu sohadamiz. Oka, menga Toyota Highlander'ga mana bunaqa rasmli kerak dedilar. Men hech qachon topa olmayman shaharda dedilar. Xudo xolasa unga sviyazga chiqib ishlarni hal qilib berdik. Narxini ham ancha arzon, ko'rgan narxlardan arzon qilib berdik. Xullas shunaqa gaplar. Noyob eksklyuziv narsalar bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh sizni ham ishingizni hal qilib beramiz.